Eng tezkor va qulay hisoblangan Toshkent metrosida yana bir yangilik. Bu haqda Asila Tursunboyeva reportaj orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Yo'lovchilar soni yildan yilga ortib borayotgan Toshkent metrosida harakat tarkibi yangilanishda davom etmoqda. Navbatdagi bosqichda 4 vagonli zamonaviy metro poyezdlari olib kelindi. Yangi harakat tarkibi hozirda texnik ko'rikdan o'tkazilmoqda. Tez kunlarda yerusti halqa yo'nalishida qatnay boshlaydi. (2021) yilga qadar Toshkent metropoliteni vagon parklarida jami 40 ta eski turdagi poyezdlar bo'lgan bo'lsa, so'nggi 5 yilda 44 ta zamonaviy turdagi yangi harakat tarkiblari xarid qilindi. Bu orqali metro vagon parkidagi poyezdlarning 50% dan ortig'i yangilandi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan oxirgi 5 yilda transport sohasiga juda ko'p qarorlar chiqarishlari, yangiliklar natijasida 21-yilgacha Chilonzor liniyada 3 minutli interval bo'lgan. O'zbekistonda 4 minutli, Yunusobodda 11 minutli, Kalsoyda 12 minutli intervallar bo'lgan. Hozirgi kunda 1,5 minutdan Chilonzor liniyada. O'zbekiston liniyada 2 minutgacha, Yunusobod liniyada 6 minutga tushirdi, 4 minut bilan. Hozir bularni yana ham kamaytirish, eskirgan poyezdlarni hisobdan chiqargan holatda bu uzoq yillar xizmat qilishga olib keladi. Zamonaviy metro poyezdlari yuqori darajadagi qulaylik va energiya tejamkorligi bilan ham ajralib turadi. Ushbu 4 vagonli harakat tarkiblari keng sig'imli bo'lib, bitta poyezdda 1000 nafargacha yo'lovchi tashish imkoniga ega. Hozirgi kunda eng zamonaviy talabga javob beradigan, shovqin o'tkazmaydigan issiq havo kunlari bor. O'shanda harakat tarkiblari sovuq ushlashi, tezligi, qulayliklari juda ko'p. Ishchilarimizga ham qulayliklari ko'p. Shunaqa signalizatsiya sistemalari qo'yilgan. Buni oqibatida bizlarning metropolitenda uzoq vaqtlar sifatli yo'lovchilarga xavfsiz xizmat ko'rsatishi qulayliklar yaratadi. Oynalariga antibiotik qoplama urdirganmiz. Nimagaki bu issig'i tez ushab qoladi, konditsionerlarning ishlashini muddatini uzaytirib beradi. 2026-yil yakuniga qadar yana 11 ta zamonaviy turdagi harakat tarkiblari xarid qilinadi. Shuningdek, kelgusida metropolitenga bo'lgan ehtiyoj oshishini inobatga olgan holda ko'proq yo'lovchi oqimini tashish maqsadida 5 vagonli harakat tarkiblari ham olib kelinishi ko'zda tutilgan.